Qadrli kuzatuvchilar, biz hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan do'stimiz Mr. Dex bilan uchrashib turibmiz. Ushbu do'stimiz Qo'qon shahridagi maktablardan birida faoliyat olib bormoqda hamda Qo'qon shahrida istiqomat qilyapti. Mr. How long have you been in Qo'qon? I've been here about 7-8 months since last September. Demak, sentyabr oyidan buyon Qo'qon shahrida istiqomat qilishyapti va faoliyat yuritishyapti. Bir qiziq loyihamizning navbatdagi savoli aynan do'stimiz Mr. Dexdan bo'ladi. Savol quyidagicha. Nimaga Qo'qonda shimol qop bo'ladi? Qo'qon chuqurroq joylashgan bo'lsa kerak yerimizda bunaqasiga bo'lgandek. Jansobiga shamol ko'proq bo'ladi, kuchli shamol bo'ladi. Odamlari ham shu xushanchi bo'lsa kerak. Kenglik joy bo'lguncha ko'p shamol bo'ladi deb eshitganman. Qo'qon Qozonda tayyor deyilgani uchun, o'shaning uchun bizda shamol ko'p bo'ladi. Tojikiston taraf hamma tog' bo'lgani uchun, bag' ochiq bo'lgani uchun, birinchi chekka kelgani uchun shuna deydi. Farg'ona vodiysi o'z nomi bilan, demak, atrofi tog'lar bilan o'ralgan. Demak, Farg'ona vodiysining shimoliy, g'arbiy tomonida Qurama tog'lari, demak, Ugom, Piskom, Farg'ona tizma tog'lari, sharqida Oloy, Turkiston tog'lari bilan o'ralgan va bu Xo'jand darvozasi ham deb ataladi. O'sha Farg'ona vodiysiga kiraverishda 9-13 kilometr atrofida ochiqlik joy bor. Bahor oylarida, kuz oylarida bizga eng ko'p shamol bo'lishi vodiy tog'lar bilan o'ralganligi uchun issiq past bosimli bo'ladi. Demak, Voha tomon, Mirzacho'l hududi tomoni ochiq bo'lganligi uchun u yerda demak yuqori bosimli, sovuq bo'lganligi uchun demak, havo ikkala bosim, ya'ni yuqori va past bosimli hududlarga havoning gorizontal harakatidan shamol vujudga keladi. Demak, biz tomonga havoning harakati ko'p kelishi bu shamolning ko'p bo'lishiga sabab bo'ladi.